changmi? Havomuz chang bo'lishiga qaramasdan biz yana mashina bozoriga tashrif buyurdik. Bugun gapni qisqa qilamiz. Faqatgina mashinalarni obzor qilib, sizlarga narxini va holatini tanishtirishga harakat qilamiz. Ketdi bo'lmasa boshlab olamiz. Cobaltdan boshlaymiz yana. Biz uchun interesting bo'ladigan va odamlar ham qiziqadigan yagona mashina bu Cobalt hisoblanadi. Siz mashinani ko'rinishlarini, holatlarini tanishtirib o'ting. Men bu haqida ma'lumot berib o'taman. 2022-yil kraskalari toza, radnoy kraska hammasi. Bu benzinda 62600 yurgan ekan probegi. Tako mokri holatlarni ko'rsatib, ichki holatlarni eng zo'ri bu toza saqlanganda ishoninglar 11000 deyishayotgan ekan. Akamiz qattiq ekan. 11000 deyishyapti buni. Narxini tako kelishtirsa bo'ladi. Shtob bizning nomimizdan chiqilsa, zo'r kelishtirib beriladigan joylari bor. Cobalt haqida ham tanishtirib o'tsa bo'ladi. Akamiz ichkarida holatlarni ko'rsangiz bo'ladi. 2024-yil kraskalari toza. Bu hali yangi Cobalt, 31000 yurgan. Bu yoqda o'tasiz, cho'ta nimagadir tiqilinch bo'lyapti borib. Assalomu alaykum. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Yangi deb turibdi-da, hali 2024-yil. 31000 yurgan. Narxga keladigan bo'lsak, 12000 deyishyapti ekan. Egalari bilan umuman bugungi videomizni boshlanishi g'alatiroq bo'ldi, to'g'risi. Mana bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Narxini 12000 deyishyapti. Haqqa o'tib berarlari bor. 100 talik javob beraman. Mana bunaqalardan qo'yaylik. 2024-yil. Buning rangi neobычный. Doim mana shuni kraskasini topish qiyin bo'lgan. Lekin haydasanglar hammani e'tiborini tortadigan Cobalt. 2024-yil atiga 48000 yurgan. Bu ham avtomat korobka. Kraskalari keladigan bo'lsa, kraskalari top-toza. Tim bo'li oldiga tonirovkasi ham bor ekan. Bu sizlar uchun ancha plus kuchlidir. Yengida turibdi-da, salonlari ham bor. Ishoninglar. Bunda gaz bormi ekan? Bunda gaz qo'yish xato-da, bu benzinda o'zida bular. Oka, sizdanmi ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? 2021-yil. 45000 yurgan. Holat kraskalar toza, benzinda o'zidami? Bu narxini qancha deysiz? 10900. 10900. O'tib berarlari bor. Bizning nomimizdan telefon qilishadi. Bo'ldi aka. Rahmat katta. Nomerlaringizni qoldiramiz. 33lik 061 0000. Mayli aka, rahmat katta. Bitta xatoga yo'l qo'ydim. Gapirib o'tib ketay. Boshida qo'ygan bu mashinalarimizning ikkitasini nomerini aytmay ketdimmi? Lekin pastida yozilgan bo'ladi, o'ylamanglar. Yozilgan bo'ladi, lekin aytish esimdan chiqib ketdi, to'g'risi. Boyagi brat bilan sal kelishmovchilik bo'lganiga, miyada esdan chiqib ketdi-da o'zi. Silishkim bo'ldi. Birinchi videoda o'zi videoni boshida shunaqa holat ko'rib turibsizlar. Cobalt Midnight issue. Assalomu alaykum. 2025-26. Sizdan bek aka? Kraskalar qanaqa? Yangi mashina. Ha, u yangi hali. 32 yo'q, men 32000 deb o'qimman. O, qancha deysiz aka? 14 tomon, 14 ga beraman. Bu qo'shimcha nimalari bor bunga? Hech narsa? Zavod. Zavod to'g'ridan kelgan. Salondan chiqqan narsa. Bizning nomimizdan kelishadi. Telefon qilishsaga o'tib berarlari bor. 12 da. Berarlar. Taka aka, nomeringizni qoldiramiz. 90lik 929 95 95. Yangi Cobalt salondan to'g'ri mashina bozoriga kelgan. Bemalol telefon qilib savdolashsanglar bo'laveradi. Mayli aka, rahmat katta. Uchota egalari bilan mashinani topish qiyin bo'lyapti. Buni qo'ysak bo'ladi. Yo'q, ma'lumotlar. Assalomu alaykum. Sizlardanmi aka? Bizdan. Ma'lumotlar aytib o'tasizmi kraskalari? Bemalol. Kraskasi toza aka. Kraskalari toza. 24-25. 24 oxir dekabr chiqqan, 25. Probegi? 15800 yurgan probegi. 15800. Qancha deyapsiz? 12400 olamiz. Sizning nomingizdan kelsa 12300 qilib beramiz aka. Ha, bo'ldi aka, bizning nomimizda pakalini gazi bor. LED farlar taqilgan aka. 4 yumshoq balon, hamma faslga qo'yilgan. Yangi balonlar. Yangi balon, cho'qol bo'liklari bor aka. LED farlar qo'yilgan. Nomeringizni aytsangiz? 97lik 753 4101. 4101 ha. Mayli aka, rahmat katta chiqishadi aloqaga. Biz endi YouTube'da endi boshlayapmiz dedi, shunga asta-asta hali. Mayli aka, rahmat. Bu ham sizdanmi?
Bu sotildi уже. Mayli, aka, barakasini bersin. Xo'p, aka. Zo'r. Men bu biratni men tanidim. O'tgan haftami, undan oldingi haftami videomizda chiquvdi bu bola. Ishoninglar, 2 oyda, maksimal 2 oy men bozorga yorib kiraman. 2023-yil. Gaz bor ekan bunda. Kraskasi. Assalomu alaykum, aka, sizdanmi? Ha, assalomu alaykum. 49 ming yurgan ekan. Kraskalari qanaqa ekan buni? Haqida ma'lumot olish uchun. Assalomu alaykum, tog'a. Alaykum. Huzur bezovta qildik. Bemalol. Kraskalari qanaqa buni? Kraska o'rnadan tug'ilgan. Ha, toza. Narxini qancha deyapsiz? 11500 kelishamiz. 11500 kelishasiz. Bizning nomimizdan sizga telefon qilishadi. Shu nomer, ha? Bo'ldi, shu nomerga telefon qilish, o'tib berarlari bor. Bo'ldi, tog'a. 11200 akanchatilni. Ha, bo'ldi. Tushunarli. Sizga telefon qilishadi, agar ana bo'lsa, savdosini bersin. Mayli, tog'a. 11000 deyishyapti. O'tib berarlari bor. 11000 ozgincha balandroq. 91lik 010 08 56 aytib o'tganda 49 ming yurgan 2023-yil. Holatlari toza. Salondan shunday chiqqan bo'lsa, ozgincha yurgan, все. Assalomu alaykum. Buni ko'rsatsangiz bo'ladi. 2022-yil 108 ming yurgan ekan. Dada YouTube'ga, aka. Viloyat bo'yicha-da. Ha, umumiy ketadi. Assalomu alaykum. Kraskalar qanaqa, aka? Petno, Kriloga. Narxini qancha deyapsiz? 11 ming? 11 ming deyishyapti. 2022-yil 108 ming yurgan Cobalt. Nomerlarini qoldiramiz. Bizning nomimizdan kelishsa telefon qilib bemalol savdolashsalar bo'laveradi. 99lik 378 48. Adashdimmi? 78 ekan, adashimmi? Bo'p turadi. Nafaqat mashina egalari, bugun men ham championim bilan turganga o'xshayman. Buni ham qo'ysak bo'ladi. 2024-yil. Atiga 40300 yurgan. Holatlarni ko'rsangiz bo'ladi, takoy bo'lib turibdi. Mashina holatlari haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, mashina 2024-yil. Xo'p, kraskalari top-toza. Kraskalar toza. Gaz bormi yo'q? 40300. 40300. Gazi yo'q lekin. Benzinni o'zida. Benzinni o'zi. Narxini qancha deyapsiz buni? Narxini 11800 davomida oladiganlarga kelishamiz. 11800. qo'ydi, hech kim olaman deb yozgani yo'q. Ha, o'zingizdan qo'yingiz. Bo'ldi, aka, biz buni YouTube'ga qo'yamiz. Bemalol bizning nomimizdan telefon qilishsa, savdolashib. Nomerimni aytaymi? Dada nomeringizni aytsangiz telefon qilishadi. 97lik Xo'p, 775 xo'p. 9003. 9003 2024-yil 40300 yurgan. Kraskalari top-toza. 11800 deyishayotgan ekan. Bizning nomimizdan telefon qilishsa, o'tib berarlari bor. Shunaqami, aka? Mayli, aka, rahmat kattakon. Charchamang. Xo'p, aka, Avtohab nomidan telefon qilishsa, YouTube kanaliga qo'yamiz. Bo'ldi, aka, rahmat kattakon. Xo'p. Mayli, aka. Akamiz ham blogerlar ekan. 11000 tadan, yo'q, 2000 ga yaqin podpisligim bor dedi. So'raman, men Instagramda или YouTube'da bilmadim. Hatto o'zi ham story qo'yganman dedilar. İşte bu Cobalt ham ko'rsataylik. 2020-yil gazi bor ekan, 4-pokoleniya, 160 ming yurgan, kraskasi top-toza. Ishlarini ko'rsatib bemalol aloqasiz bo'ladi. Video registratorlari bor ekan. Yana qo'shimcha nimalari bor ekan? Bitta gazini ko'rsatib o'tkazsangiz ham bo'ladi. Bu Cobalt Toshkentda bilmadim, nimagadir ko'pincha gaziga aniq qilishmaydi, qo'yishmaydi. Benzinni o'zi takoy bosaveradi. 4-pokoleniya gazlari bor. Holatlari udar. Bemalol olib bossanglar bo'ladi. Probegini aytdim, adashmasam 160 ming yurgan deb. Cobalt gaz qildik. Aka, sizlardan emas ekan? Narxini qancha deysiz? 10300 so'radi. Bizning nomimizdan telefon qilsa kelishari bor. Bo'ldi, aka, nomerlaringizni qoldiramiz, ha? Xo'p, aka. 94lik 41202 aloqaga chiqsanglar, bemalol savdolashib sizlar bo'ladi. Bunisini ham qo'ying. 2023-yillik, ha? Buni ham gazi bor ekan. 81 ming yurgan ekan. Bu ham avtomat. Balonlar holati yaxshi. Bunda. Buning narxini qancha deyapsiz, aka? Buning narxini qancha deyapsiz? 11 ming.
Bundan ham xuddi shunaqa o'tiberarlari bor. Telefon qilishsa bo'ldi, aka. Bundan ham xuddi boyagi nomer 94lik 412 02. Bemalol aloqaga chiqib, savdosini qilsalar bo'ladi. Bu ham sizlardanmi, aka? Mana uni salonni bir ko'rsatsangiz bo'ladi. Qancha? 9,5. 2019-yil atigi 131 ming. Bo'ldi, aka. 131 ming yurgan ekan. Buni kraskalari qanaqa, aka? Kapotda pitno, kriloda. Ha, kapot bilan kriloda pitnosi bor ekan. Strashni narsa yo'q, lekin saloniga udara qilgan. Aka, li bilan o'xshash. Tortadi-da, babi. Tem bo'lib bu ham avtomat. Gazi bormidi buni? Ko'rmanman. Aka, bunda gazi bormidi? Ha, gazi yo'q, benzinda o'zida 131 ming tako. U maza deganida, bosib o'raydigan joy 9400 deyishyapti bunda. Mana aloqaga chiqib, savdosini qilsanglar bo'ladi. Nomerlarni qoldiramiz: 93lik 432 7608. Mana savdolashsalar, o'tib berarlari bor. Ha? Chuma. Mashinaga. Ha, shu. Ko'p ketdimi? Ha? Assalomu alaykum. Sizdan bek aka? Ha. Kraskalar toza ekan. 2022-yil 24 ming yurgan. Benzin dozdanmi? Narxini qancha deysiz? 12 ming deyapmiz. 12 ming deyapsiz. Bizning nomimizdan kelsa o'tib berarlar, bu nomeringizni qoldiramiz. Aloqaga chiqishadi, aka. Bo'ldi, aka. Bu salonni ko'rasizlar. Просто boru. Benzinda o'zida bu. Ishi maza qiladigan joyman. Eshiklarni ko'rsatib qo'ying, mana boru. 12 ming deyotgan ekan. Buni qaranglar, nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalar, lekin saloniga borib 5 ketdim, ishoninglar. 90lik 959 86 52. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilsanglar bo'ladi. Ketdi mana 139 nomerli Cobalt'imiz 2023-yil 24-yil holat yillari. Cobolt dedimmi? Gentra. Adashib ketdim. Kraskalari toza ekan. 138 ming yurgan ekan. Assalomu alaykum, aka, sizdanmi ekan? Gazi bormi yo'qmi buni? Benzinda o'zida. 50 ming yurgan? 13800 lar. 13800. Bizning nomimizdan telefon qilib o'tib berarlari bor. 3700 beramiz. Bo'ldi, aka. Holatlarni ko'rsatsangiz bo'ladi. 50 ming yurgan Cobalt. Gentra yana adashdim. Nomeringizni qoldiramiz, aka. Aloqaga chiqishadi o'zlari. Bo'ldi, aka. 99lik 658 55 55. Bilmadim, cho'ta gapda azgincha tutuqlanish bo'lyapti. Bu ne bichni rang? 2015-16. Hozir bunaqa gentralar rangini topish qiyin bo'lib qolgan. 212 ming yurgan ekan. 2 euro. Oynalariga anola qo'yilgan ekan. Quyoshdan tonirovka qiladigan 7400 deyishayotgan ekan. Probegini qancha dedim? 212 ming yurgan. Kraskalari haqida ma'lumot ololmaymiz, chunki egasi yo'q ekan, lekin pitnolari borligini bemalol ko'rib qilsalar bo'ladi. Tem bo'lib bunda metani ham bor ekan, narxini 7400 deyapti. Nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib savdosini qilsalar bo'ladi. 93lik 556 99 99. Azizga yuraylik yana. Assalomu alaykum, sizdanmi ekan tog'a? Kraskalari qanaqa buni? Top-toza, bemalol tekshirib o'qisa bo'ladi. Bo'ldi, aka. 2019-20 ekan, 143 ming yurgan. 3-pozitsiya. Buning narxi 10200 mi? Bizning nomimizdan kelsa o'tib berarlari bor. Bo'ldi, aka. Metani bor ekan bunda ham. Holatlarni bemalol ko'rsa bo'ladi. Nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib savdosini qilsalar bo'ladi. 93 556 99 99. Ikkalasi ham sizdanmi? Ha, bo'ldi, tushunarli. Yo, ichki holatlarini, balonlarini. Ha, balon yengimi buni hali? Balon yengimi? Da, bittada sezilar ekan. Mayli, aka, rahmat kattakon. Xo'p. Bu 2019-yil tanishtirsa bo'ladi. Faqat benzinda ekan. 112 ming yurgan. Kraska toza 100% deyapti. Holatdan ko'rsanglar bo'ladi. Rangi qop-qora, tonirovkalar qilingan. Katta bolalarning mashinasi-ku, tak shunaqa-da. Narxini yozishmagan ekan, 112 ming yurgan. Nimagadir mana shunaqa vaqtda egalarini topish sal muammo bo'lib qoladi. Nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib bemalol savdosini qilsalar bo'ladi. 88lik 701 01 42.
Assalomu alaykum. Sizdan emasmi ekan tog'a bu? Bu nima qilyapsizlar videoga? YouTube'ga aka. Da. Ha? Yo'q, faqat YouTube'da o'ziga. Mashina sizdanmi? Holat haqida ma'lumot bersangiz agar iloji bo'lsa. Kraskasi toza. Kraskalar top-toza, 2023-yil. Metani bormi yo'q? Metan 4-paketli. 4-paketli bu. Balonlar yeng 49 ming yuro ekan. Buni narxini qancha deyapsiz? 13,5. 13,5 ming. Bizning nomimizdan kelsa o'tib berarlari bor. Bo'ldi. Nomerlaringizni qoldiramiz, xudo xolasa aloqaga chiqishadi. 99lik 472 0800. Shumka bo'lganmi yo'qmi bu? Yo'q. Shumka bo'lmagan. Lekin rangi udarib ana bo'lib turibdi-da. Ha, bo'ldi. Farlari led far ekan-a? Ha, bo'ldi. Tako. Farlarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Mayli aka, nomeringizni qoldirdik, aloqaga chiqishadi. Xo'p aka. 2021-yil. 70 ming yurgan ekan. Assalomu alaykum. Kraskalar tozami ekan tog'a? Qayerda bu? Kapot o'zida bu. Narxini qancha deyapsiz buni? Ha? 11 ming. Metani bormi yo'q? Metani yo'q. Bizning nomimizdan kelsa o'tib berarlari bor. Telefon qilishadi xolos. Bo'ldi aka, nomeringizni qoldiramiz. 70 ming yurgan 2021-yil. 90lik 963 64 81. Nomerlarni qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqib, xudo xolasa savdosini qilsalar bo'ladi. Mayli aka, rahmat kattakon. Bu jentrani turganiga katta yangi deb turibdi bu ham, lekin 2023-yil ekan. Ko'rsatsangiz bo'ladi bemalol. Quyoshda bo'lib turibdi, nima deydi? Ko'zga tashlanadigan bo'lib turibdi-da bu. 77 ming yurgan ekan. Gazi bor ekan. Kraskalari haqida ma'lumot. Ha, sizdan ekan tog'a, shunga qilingan, ha? Kraskalar toza. Yo'q. Qatida bu. Mana Kapot. betno. Ha, petno bu. Muncha pachaq bo'lsa ham, Ha, siz olib chiqib beradi-da. haligi переход qilib yuboradi. Bo'ldi, tushunarli. Bu gazi bor ekan, ha? Avtomat korobka. Ha, bo'ldi. Yevromi bu? Ha, bo'ldi. Narxini qancha deyapsiz? 13600. Bizning nomimizdan telefon qilishadi, o'tib berarlar, takob bo'ladi. Bo'ldi, aka, nomeringizni qoldiramiz. 93lik 282 99 99. Mayli aka, rahmat kattakon. Xo'p aka. Zo'r. Bu yoqda shu o'tkazaylik biz. Bunga ham o'tamiz aka. Yaxshimisiz? Xohlaysizmi? 2021-yil kraskalari qanaqa aka? Top toza. Toza, 100 talik. Gazi bormi yo'q? Propan gazda. Propanda. 84 ming yurgan ekan. Uni tonirovkalari ruxsatnomalari ham bor. 8 oy bor. 8 oylik. Bu narxini qancha deyapsiz? 12,5 so'rayapmiz. 12,5 so'rayapsiz. Bizning nomimizdan telefon qilishsa, taka o'tib berarlari bor. Bor. Bo'ldi, aka, nomeringizni qoldiramiz, ha? Rahmat katta. 93lik 009 45 66. Mayli aka. Rahmat kattakon. Bo'ldi aka. Buni ham qo'ysak bo'ladi. Avtomat korobka ekan. Navrotlari bor. 2018-19 ekan. Taka orqalarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Faralarigacha bor ekan. Bunda ham tonirovkalari bor. 140 ming yurgan. Kimdan ekan? Aka, sizdanmi ekan? 10,5 aka. 10,5? Burası 10,5. Ha, bu ham sizdanmi? Bunisi 10 ming deyapsiz, ha? Gazi bormi yo'q? Yo'q, hammasi. Hammasi benzinda. O'tib berarlar, bu telefon qilishadi aka. Nomeringizni qoldiramiz, ha? Bo'ldi. Ikkalasiga bir xil nomer, ha? To'xtasiz bor. U tonirovka Yo'q, mana keluvdi. bu ikkalasida. Lekin tonirovka u darq qo'ygan. Bu yoq tarafda o'zidan olsangiz bo'ladi. 2018-19 ekan, 135 ming yurgan ekan. Bunda ham navrotlari bor. Bunda ham hammasi benzin dedingiz, ha? Buning narxini qancha dedingiz? 10,5 dedingiz? Bunda ham o'tib berarlari bor. Bo'ldi aka. Kraskalar toza bunda ham. Tonirovkasiga ruxsatnomasi bor ekan bunda ham. Takoy. Endi bunisiga ham o'tkazsa bo'ladi. Bunisining narxini qancha deyapsiz? 19 11200. 11200 ekan bu. Buni ham kraskalar top-toza. 2019-20 ekan, 130 ming yurgan. Navorotlari bor. Bunga ham 20 ekan deyarli. 11 dedingiz-mi buni? 12. Ha, bo'ldi aka. Bo'ldi. Bo'ldi. Nomeringizni qoldiramiz. 97lik 761 99 99. Mayli aka, nasib xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Salomat bo'ling. Xo'p aka. Xo'p, rahmat. Ketdi yana bunda ham mana bu tonirovkaga ruxsatnomalari bor. Bemalol savdosini qilsalar bo'ladi. Biz endi Malibular qatoriga o'tdik. Bitta ikkita Malibuni shuni tiqishtiramiz dedik, Inomarkaga o'tib ketamiz.
O't, ukamiz ichkarida ekan, buni tanishtirsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Kimlar ekan, akalar bilmaysizlarmi? Holat haqida ma'lumot bera olasizmi? 18-yil 2 kraskasi top toza 60 ming urgan. 60 ming. Narxini qancha deyapsiz? 22 ming qilib beramiz. 22 ming qilib berasiz. Bizning nomimizga kelsa, o'tib berarlar bu. Nomeringizni qoldiramiz, aka. Bu nomeringizni aytsangiz? 97lik. Aha. 746 74 78. Propan yo'q, benzinda Yo'q, o'zida. benzin, zavod. Bo'ldi, aka, tushunarli. Arzonchilar ham bor. Mana bu 2 turi bor. Oqmi? Oq. Aha. Kraskalari? Kraskasi 2 ta pitnosi bor. Pitnosi bor, 2 dona. 119 ming yurgan, polni shumka bo'lgan, balonlari taqilgan. Narxi 19 ming. Taka nomeringiz boyagi nomer bir xilmi? Bo'ldi, aka, boyagi nomerga telefon qilishadi. Mayli, aka, rahmat kattakon. O't, bu yoqga ham o'tsak bo'ladi. Lekin oq qora takon, neobishni turibdi. Assalomu alaykum. Aka, sizdanmi? Holat haqida tanishtirib olasizmi? Yili 2022-yil. 1 ming yurgan. Aha. Top toza, kraskalari toza. Benzinda o'zida. Benzinni o'zida. Narxini qancha deyapsiz aka? 29500 dan. 29500. Bizning nomimizdan telefon qilishadi, o'tib berarlari bor, xudo xolasa. Aytamiz. Bo'ldi, aka, nomeringizni aytsangiz. 97lik 448 45 05. 4505. Mayli aka, aloqaga chiqishadi xolasa, savdosini bersin. Xo'p aka. Ketdi, Malibuni ham tako'lari bor, bemalol savdosini qilib. Buni holatlari qanaqa? Chef pasporti 23. Aha. Top toza 41 ming yurgan. 41 ming yurgan. Bu ham benzinda o'zida. Benzinni o'zida belый жемчуг bo'ladi. Tonirovkasi bor ekan-da bu ikkalasida. Ikkalasida ham ruxsatnomasi bor. Bor. Buning narxini qancha deyapsiz? Buni arzonroq beraman, 29 ming dan. 29 ming deyapsiz. Unda ham o'tib berarlar, takoq qilib berasiz. Boyagi nomerga telefon qilishadi. Mana shu nomermi? Shu 45 yoki mana shu. Ha, bu nomeringizni ham qoldiramiz aka, aloqaga chiqsa xudo xolasa. 93lik 570 0370. Mayli aka, rahmat kattakon. Xo'p aka. Sizdanmi aka? Ma'lumot bera olasizmi iloji bo'lsa? 18 primer qilib qo'yilgan oldi orqalari. Aha, bu kraskalari Toza. toza. Probek qancha? 109 ming. 109 ming. Benzinda o'zida. Benzinni o'zi Narxini qancha deyapsiz? 22 ham. 22 yarim. Biz ham nomimizga telefon qilsa o'tib berarlari bor. Nomeringizni aytsangiz? 91lik. Ha, shu nomermi? 91lik 242 43. Bo'ldi aka, aloqaga chiqsa. Bu ham sizdanmi? Bu ham Equinox'dan. O Equinox, doimida aytganimdek, Equinox mening sevimli mashinalarimdan bittasi. Bu mashinani ham videoga olsangiz bo'ladi. Buni ma'lumotlari qanaqa? Yili necha aka? Toza primer 2020. Hozir Premierda o'zi 21mi? 2020. Probeg qancha? 107 ming. 107 ming yurgan. Bu narxini qancha deyapsiz? 25 ham. 25 yarim ming. Bunga ham o'zini nomeri bo'lsa kerak bunda ham. Ha, 91 242 43. Bunda ham tonirovka ruxsatnomalari bor. Bor. Bo'ldi aka. Ha, shunga ham bo'lgan tem bo'ldi. Bu normallik. Bemalol savdosini qilsanglar bo'ladi. Equinox haqida ham ma'lumot bera olasizmi? 21 bu ham. Bu ham 21, kraskalar toza, 70 ming yurgan. 70 ming yurgan. Buning narxini qancha deyapsiz? 26 ham. 26 yarim. Uchalasida ham benzinda o'zida, ha? Benzinda o'zi, kraskalar toza. Boyagi nomer, o'zida ham nomer bo'lsa kerak bunda. Ha, bu ham boyagi nomer. Bo'ldi aka. Bunda ham tonirovka ruxsatnomalari bor. Mayli aka, rahmat kattakon, savdosini bersin. Katta bolalar desa, katta bolalar doim taxoda yurishadi. Kraskalari Kraskasi top toza. Yili 25. 25. Probet hali yurmagan-a bu? Yurmagan, yangi 26. Ha, bo'ldi. Narxini qancha deyapsiz buni? Narxini 120 ming kelishib beraman. 120 ming. Ichki salonlarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Hali yep-yangi. Dubaykida bitta bo'lib turibdi bu yerda. Ha, bozorda ichida o'zi bitta bu. Yagona bo'lib turibdi. O'zbekistonda ham bitta. Ha, все. Nomeringizni aytsangiz? Nomer 90lik 90lik. 555 Aha. 55 Aha. 55. Ha, 555 55 55. Moshinga o'xshab nomerini takoy. Bemalol savdosini qilsalar bo'ladi. Lilar ham sizlardanmi? Ha, bizdan. Ketdi, Liga oteli u. Bu necha? Li 9 mi, 7 mi? Li 7. Ha, bu 7si. Bu Max. Ha, bu full modeli. Ana ularga ultra. Ha, bo'ldi. Buni narxi qancha buni? Bu 47 ming beraman. Kraskalari? Kraskalar toza. Bu ham yengimi hali, probeg qancha bo'lgan? 26 ming. 26 ming yurgan.
Narxini qancha dedingiz? Narxi 47 ming. 47 ming. Bunda ham o'to'beralarni bor. Boyagi nomerga telefon qilishadi bunda ham. Salonlarni bir ochib ko'rsatsak, o'zi ham li bor-u, ishoninglar prosta. Расход bo'yicha ham boshqa narsa bo'lsa ham hammasini olib qo'yadigan mashina bular. Hozirgi kunda hammaga mos kelayotgan. Buni narxini so'ramaymiz, hozir kesin so'rab olamiz. Ishoninglar, mana shu yerda hamma o'zi bir kishiga tegishli ekan. Слишком bor-u. Тем более hammasi inomarkada. Buni narxini qancha deyapsiz? Buni narxi 49 ming. Bitta salonni ko'rsatib o'tib ketsangiz. apelsin rang. Shide bor-u. Bu bez monitorli. Full lekin bez monitor. Bo'ldi. Buni 49 ming dedingizmi? Bunda ham o'tib-berarlari bor, ha? Oxirgisida 50 ming. Bo'ldi. Boyagi nomerni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib 90lik 555 55 55. Qolganini ham bemalol ko'rib, savdosini qilib, va Captiva'lardanmi? Bularni ham bir ko'rsatib o'tib ketinglar. Bular hammasi tonirovkalari bor ekan, ha? Bu haqida ham ma'lumot bera olasizmi, kraskalari? Buniki top-toza. Kraskasi toza, yili Yili 17. 17. Yurgani 90 ming yurgan. Narxini qancha deyapsizlar? 19 ming. 19 ming. Bunda ham boyagi nomerlarga вот bunga ham o'tkazsa bo'laveradi. Buni holati qanaqa? Bu toza. Aha. 137 ming yurgan. 13 yili 13,5 ga beraman. 13,5 narxi. O'tib beraman. Bo'ldi, buni o'tib-berarlarigacha bor ekan. Salonlarni ko'rsatib, bemalol. Voy, ekonomikasi ham qo'shib o'tib ketsa bo'lar ekan. Keling. Такой необычный oppoq rang. Buni ham salonlarni ko'rsatib, buni yili nechi? Buni yili 22. 22. Yurgani qancha? Yurgani 90 ming yurgan. 90 ming yurgan. Kraskalari toza. Kapot mashqda. Qayerda bu? Kapotni oldida pitnosi bor ekan. Uning uchun strashni emas bu narsa. Buni narxini qancha deyapsiz? Buni 25,5 o'tib beraman. 25,5. 24 ga beraman. Bo'ldi, bunda ham o'tib-berarlari bor. Hammasi uchun hisobli. Hammasi uchun bitta nomer 90lik 555 55 55 nomerlarga chiqib savdoni bossanglar bo'ladi. Buni hammasi elektromobildan tashqari hammasi benzinda o'zida, ha? Bular gibrid. Yo'q, bular gibridda. Bular benzinda o'zi, propan yo'q. Bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Bemalol savdosini qilib. Qaysi bu? Ikkitami? Buni holati qanaqa? Buni holati qanaqa? Kraskasi? Kraskasi mana shu qashda kemantda bor. Aha, bu narxi qancha? Narxi 26,5 22 yili. Aha. 63 ming yurgan. Bunda o'tib-berarlarni taklif qilib berasiz endi. Bunga ham boyagi nomerga, bu ham benzinda o'zida. 63 ming. Aha. Yana qaysini ko'rsatmoqchisiz? Mana 3 ming yurgan bor. Bo'ldi, bitta mana uni qo'yuvli bo'lmasa. Mana Ha. Buni kraskalari toza. toza, yili 22. 22. Probegi qancha bo'lgan bunda? Probegi Hozir ko'rsatadi probeglarini. Bemalol tonirovkalarga. Tonirovkada ruxsatnomalari bor, ha? prizi 40 ming. Prizi 48 ming. Всё. Buni narxini qancha deyapsiz? Bu narxi 25 o'tib beraman. Unda ham o'tib-berarlari bor. Bo'ldi, boyagi nomerga aloqa chiqib, bemalol savdosini qilsa bo'laveradi, ha? Yurgani bor yana. Qaysi biri? Oxirgisini qo'yib o'tib ketdi bo'lmasa. Bu hali yangi. Salafanlari ham ishlanmagan hali. Hidi ham ketmagan. Dada bilyapti, takvo qilib bilyapti. Buni narxini qancha deyapsiz? Buni 40 ming. 40 ming. Navorotlari bormi yo'q? Navaratlari yo'q, lekin tonirovka ruxsatnomasi yo'q. 3 ming yurgan, salondan olingan, haydalgan. Ha, bo'ldi. Bunda ham o'tib-berarlarni qilib berasizlar. Bo'ldi, bunda ham boyagi nomerga chiqib, bemalol savdosini qilsalar bo'laveradi. Va shu yerda ko'rsatgan mashinalarimiz uchun hammasi uchun bitta nomer 90lik 555 55 55 nomerga chiqib savdosini qilsalar bo'ladi. Mana shu ukamiz aka. Ismingiz nima sizni? Muhammad Ali. Bo'ldi. Mayli, rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Biz yangi chiqqanmiz aka, Avtohab. Yaxshimisiz aka? Bu haqida ma'lumot bersangiz? 2021 yurgani 101 ming. Aha. Kraskalari Toza. top toza. 17200. Bunda gaz deganmisiz? Gazi bormi unda? Metan ham bor. Qancha deyapsiz narxini? 17200. 17 ming o'tib berarlari bor. 17 ga beraman, o'tib beraman. Bo'ldi aka. Nomeringizni qoldiramiz, ha.
97lik O'ziz gapirib o'zi qo'yavering. bo'ldi 97 yo'q, men 94lik 536 46 36. Lavoboyda ozgincha nosi bor ekan, ato holati udar. Mayli aka, rahmat kattakon. Xo'p aka. Men malol savdosini qilsanglar bo'ladi. Nomeringizni qoldirdik, nomerini qoldirdik. 35.800 beramiz. Kraskalar qanaqa? Top toza. Yili? Yili 14 174 ming yurgan. Benzinda o'zida. Ana yozib qo'yilgan deb qo'yma. Endi o'zida eshish boshqacha-da, baba. Men ham do'shim tushsin olman. Mikrofon o'tdimi hozir? Dada, ovatdi. Baland gapirib. Narxini qancha dedingiz aka? 34 dedingiz, ha? O'tib beralari bor. Dedingizmi hozir? Ya 35 ming dedim, 34 ming 800 qilib beraman dedim. Ha, bo'ldi. Bo'ldi aka. Nomerlari 99lik 830 8204. Tako, hazilkash okalar ekan. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Prosta bor. 66 ming so'm qilib beramiz. Kraskalari qanaqa buni? Toza. Ya, yengimi bu? Probek bu. Uxti. Bemalol savdosini qilsanglar. Bo'ldi. Bunda ham boyagi nomerlar 90lik 805 66 66. Bunda boshqa nomer ekan, pastdagisi boyagi nomer ekan. Savdosini qilsanglar bo'ladi. Dada, bu ashyo o'ziga tortadigan. Holati 140 ming olib ketdim, ham Lincolnni ham qo'shib beramiz. Bo'ldi aka, mayli. Rahmat kattakon, savdosini bersin aka. Nomeringizni qoldirdik. Xullas do'stlar, biz videoni shu joyda yakunlaymiz. Ko'rib turganingizdek inomarkami, boshqasimi havasini chotki qilib oldik, narxlari bilan, holatlari bilan tanishtirib o'tdik. Biz yangi yilgacha 10 ka bo'lishimiz kerak va bu 10 ka bo'lishimiz munosabati bilan 3 ta antiradar qo'yamiz va buni biz obunachilarimiz orasidan saralab olamiz. Buning uchun sizlar bizga like, podpiska tugmasini bosib, kommentariy yozishni unutmang. Bizga keyingi videomizda qaysi mashinani obzor qilishimizni ham yozib keting. Bizlar uchun bu muhim. Keyingi videomizda qaysi mashinani tanlab, saralab obunachilarimizga ko'rsatishimiz. Rahmat kattakon hammaga. Ko'rganinglar uchun komment yozishni unutmanglar, muhimi. Paka.